Assalomu alaykum yurtdoshlar. Dunyoga nazar Plus podkast loyihasining ilk sonini tomosha qilyapsiz va biz ushbu loyihamizda dunyoda sodir bo'layotgan voqea va hodisalarni sharhlashga birgalikda ekspertlarimiz bilan harakat qilamiz. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz bilan g'oyibona diydor ko'rishayotganimizdan xursandmiz. Bugungi podkastimizda Markaziy Osiyo AQSh munosabatlari hamda Samarqandda bo'lib o'tayotgan UNESCOning 43-sessiyasi, shuningdek, jahon sahnasida bo'layotgan muhim xabarlar tahliliga yuzlanamiz. Bizning bugungi suhbatdoshimiz xalqaro iqtisodchi, siyosatshunos Shuhrat Rasul. Assalomu alaykum ustoz, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, xushvaqt bo'ling. Shuhrat aka, mana hozir global mavzulardan biri bu C5+ formati juda bir ommaviy tarzda jahon ommaviy axborot vositalarida ham keng muhokama qilinyapti. O'zi aslida mana shu C5+5 formati qachon paydo bo'lgan va buni funksiyalari qanday bo'lgan edi? Keling shu xususda boshlasak suhbatimizni. Rahmat savolingiz uchun. Demak, mana shu 2015-yili Amerika Qo'shma Shtatlari va biz alohida shuni urg'ulashimiz kerak. O'zbekistonning tashabbusi bilan C5+1 formati tashkil topdi. Uning birinchi sammiti tashqi ishlar vazirlari darajasida mana shu Samarqand shahrida bo'lgan. 2015-yili demak Rossiya Federatsiyasi, Belorussiya, Qozog'iston va Qirg'iziston o'zaro shu haligi bojxona ittifoqi degan bir ittifoq tuzgandi. Aynan mana shu demak fonda 2015-yilda o'sha paytdagi o'zbek diplomatiyasining tashabbusi bilan va Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Obamaning tashabbusi bilan Samarqandda mana shu Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlarining va Amerika Davlat departamenti sekretarining alohida mana shu C5+1 formatdagi uchrashuv bo'lib o'tdi. Va shak shubhasiz eng avvalo bu uchrashuvning demak paydo bo'lishiga Markaziy Osiyo davlatlarining suvereniteti, ularning mana shu regional xavfsizligi asosiy rol o'ynagan. Keyinchalik bu mana shu sammit tashqi ishlar vazirliklari darajasida bir necha marta yana uchrashuvlar bo'ldi har xil mana shu hududlarda va 23-yili Washingtonda 20-sentyabrda mana shu Birlashgan Millatlar Tashkilotining sessiyasida birinchi marta liderlar uchrashuvi ham bo'lgan. Buni ham eslab qo'yishimiz kerak. O'sha paytdagi iqtidordagi Amerika prezidenti Jo Bayden va Markaziy Osiyo davlatlarining prezidentlari o'rtasida endi tashqi ishlar vazirlari darajasida emas, balkim davlat rahbarlari darajasida oliy darajadagi mana shu sammit yana qaytadan demak bu 2023-yildagi voqeani aytamiz. Endi sentyabrda va bu yerda davlat liderlari prioritetlarni ham belgilab olgan va bu prioritetlar eng avvalo yana boshqatdan shu davlatlarning suvereniteti masalasi, ya'ni boshqacha aytganda mustaqillik masalasi, regional xavfsizlik masalasi va albatta Amerika Qo'shma Shtatlari va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar ham shu savolning 3-nimasida kun tartibida turgan. Demak, bu iqtisodiy aloqalarga nimalar kiradi? Eng avvalo Markaziy Osiyoga alternativ kommunikatsion yo'llar ochish. 23-yildagi eng katta iqtisodiy o'shaligi Amerika Qo'shma Shtatlarining Markaziy Osiyo davlatlariga qilgan takliflaridan biri bu yashil energetikaga o'tish va shuning oqibati sifatida yashil iqtisodga o'tish takliflari bo'lgan. Bu ma'noda o'zi Amerikaning bu taklifidan oldinroq O'zbekiston yashil energetika va yashil iqtisod bo'yicha ancha ishlarni qilib qo'ygan edi. Biz umuman olganda nafaqat Markaziy Osiyoda, balki bugun hech qo'rqmasdan dunyoda desak ham bo'ladi. Birinchilardan bo'ldik. Biz yashil energetika revolyutsiyasini amalga oshiryapmiz. O'rta statistik dunyoda yashil energetikaga o'tish 24-yil uchun 16% tashkil qilgan. Bizda u hozir 23%. Rejalarimiz bor 2030-yilga
O'zbekiston yashil energetika generatsiyasi bo'yicha, boshqacha aytganda mana shu haligi iflos bo'lmagan energiya manbalaridan olinadigan elektr tokini o'zining energiya balansida 53% ga yetkazmoqchi bo'lyapti. Bu umuman olganda hatto Yevroittifoqning oldiga qo'ygan rejalaridan ham baland. Shunga qaramasdan mana Jo Baydenning o'zi u ekolog, shu har doim o'zining saylovoldi kampaniyalarini ham shu ekologik masalalarni birinchi o'ringa qo'yib kelgan. Shu masalani Markaziy Osiyo liderlari bilan uchrashuvda kun tartibiga qo'shgan edi. Men bu ma'noda Markaziy Osiyoda O'zbekiston nafaqat Markaziy Osiyoda yana bir ta'kidlaymiz, dunyoda liderlardan biri. Hozirgi vaziyatda, hozirgi globalizatsiya jarayonlarida AQShning umuman Markaziy Osiyo, O'zbekistonga nisbatan tashqi siyosat strategiyasi qanday? Esimda 2019-yili, keyin yana 21-yili o'sha paytdagi Amerikaning davlat departamenti sekretari Michael Pompeo Toshkentga kelgan edi. Mana shu vizitlarda oxirida har doim shu brifinglarda Michael Pompeo alohida biz O'zbekiston, Markaziy Osiyodagi barcha mustaqil davlatlarning demak suverenitetini hurmat qilamiz va shu suverenitetni mustahkamlanishi uchun kurashamiz deb alohida ta'kidlar edi. Bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining demak mana shu sof iqtisodiy muammolardan tashqari asosiy demak mana shu ishi bu Markaziy Osiyo davlatlarining va xususan O'zbekistonning ham barqaror suveren rivojlanishida ishtirok etish, uni ta'minlashdan iborat. Mana shu Markaziy Osiyoda bugungi kunda tarixan shunday shakllandiki, oxirgi bir 20 yil ichida Markaziy Osiyo butun katta dunyodagi yirik katta davlatlarning diqqat markaziga tushib qoldi. Mana O'zbekistonni oladigan bo'lsak, O'zbekiston har doim hamisha O'zbekiston hattoki 90-yillarda Yevroittifoq yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining Markaziy Osiyoga nazari past bo'lgan payti. Shunday vaqtlar bo'ldiki, mana 2001-yilgacha o'tib kirdik. Ya'ni shu Afg'oniston masalasi kun tartibiga chiqmagancha, haligi Washingtondagi mashhur nima Nyu-Yorkdagi portlashlargacha Markaziy Osiyoga shu G'arbning, Amerika Qo'shma Shtatlarining nazari mutlaqo past edi. Mana shu 2001-yildan keyin mana shu haligi Afg'oniston muammosi paydo bo'lgandan keyin butun katta global o'yinchilarning diqqat e'tibori Markaziy Osiyoga qaratildi, lekin shungacha bo'lgan davrda ham O'zbekiston har doim ko'p vektorli va hamma mana shu haligi u qanday maqomga ega bo'lishidan qat'iy nazar, qanday davlat bo'lishidan qat'iy nazar o'zining tashqi siyosatini balanslab kelgan. Mana shu siyosat bugungacha ham davom etyapti. O'zbekiston hech kimga mutlaqo prioritet berayotgani yo'q. Na siyosiy, na iqtisodiy yuritilayotgan ko'p vektorli siyosat umuman olganda mana shu har bitta kuch markazlaridan hech qaysiga og'ib ketmasdan turish o'zi Markaziy Osiyoning va O'zbekistonning suverenitetini ta'minlashdagi eng muhim omil va faktor hisoblanadi. Har qanday mana shu bugungi kunda birorta bir tomonga ko'proq prioritet berib yuborish. Yana qaytarib aytaman, na siyosiy, na iqtisodiy, oxir oqibat Markaziy Osiyoda nostabillikni keltirib chiqarishi mumkin. Aynan mana shu yuritilayotgan ko'p vektorli siyosat bugungi kunda bizning stabilligimizning garanti. Shuhrat aka, C5+ formatiga qaytsak, o'zi Qo'shma Shtatlar avval ham boshqa davlatlar bilan xuddi shu formatda qandaydir sammitlar, yig'inlar ham o'tkazganmi? Endi Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosiy doktrinalari bor. Endi u davlatning juda uzoq va juda kuchli bir diplomatiya tarixi bor. Ester bilan global qarama-qarshilik davri bor. Endi hozir bugungi kundagi Amerika bilan regional davlatlar o'rtasidagi integratsiya bormi mana shu bizga o'xshagan formatlarda? Bor, albatta. Mana masalan
Osiyo materigini oladigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlari Quad loyihasining asosiy shakllantiruvchilaridan, uning asoschilaridan Quadga demak Hindiston kiradi, demak Yaponiya kiradi, Avstraliya kiradi, Amerikaning o'zi kiradi. Uni mana shu 2000 agar adashmasam 2006-yili Amerika va Hindiston tashabbusi bilan shakllantirilgan. Uning asosiy maqsadi shu iqtisodiy hamkorlik, yangi alternativ yo'llarni shakllantirish va shu bilan birga mana shu o'sib kelayotgan Xitoyning ham siyosiy ham iqtisodiy ta'sirini Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlarida kamaytirish hisoblanadi. Undan tashqari AUKUS degan yana bir tashkilot bor. Endi bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya va Avstraliya kiradi. Quadga ham Avstraliya kirgan, uzr, mana Avstraliyani esdan chiqarib qo'yamiz. Buni ham demak asosiy maqsadi eng avvalo harbiy hamkorlik. Avstraliyani demak Amerika texnologiyalar va NATO standartlari bilan qayta qurollantirish va eng avvalo mana shu birgalikda u yerda ko'p nizomida razvedka almashuv va hokazo va hokazo. Lekin uni ham maqsadi aynan mana shu Hind okeani baseynida Xitoyning ta'sirini kamaytirish, uning harbiy, siyosiy, iqtisodiy ekspansiyaga qarshi turish. Amerika Qo'shma Shtatlarining mana yaqin qo'shnilari bilan regional har xil shu iqtisodiy, siyosiy hamkorlik platformalari ham mavjud. USA Amerikasi degan loyiha bor. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Latin Amerikasi davlatlarining hamkorligi. Undan tashqari demak USA North degan North Yevropa degan yana bir tashkilot bor. Bu Shvetsiya, Finlandiya, undan tashqari mana bu Norvegiya, Daniya va Islandiya 5 ta plus Amerika. Va Amerika, ularning o'zlarining alohida shunaqangi bir haligi platformalari bor. Amerika Qo'shma Shtatlari endi dunyodagi birinchi nomerli eng yirik va global o'yinchi sifatida mana shu o'zi muhim deb hisoblagan, o'zining milliy manfaatlariga xizmat qilishi mumkin bo'lgan shunaqangi ko'p davlatlar bilan ham harbiy, ham iqtisodiy, ham siyosiy muloqotlari bor. Bizning format C5+1 formati bu formatlar ichidagi ancha yoshi hisoblanadi. Umuman Amerika Qo'shma Shtatlari bilan shu formatda mana Markaziy Osiyoning aloqa qilishi, muloqot qilishi Markaziy Osiyo manfaatlariga xizmat qiladi. Shak shubhasiz xizmat qiladi. Xabaringiz bor, yaqinda prezidentimiz tomonidan AQSh fuqarolari uchun O'zbekistonda vizasiz rejim to'g'risida farmon imzolandi. Endi unga ko'ra 2026-yil yanvardan boshlab AQSh fuqarolari O'zbekistonda 30 kun vizasiz yurishi mumkin bo'lib qoldi. Nima deb o'ylaysiz ustoz, bu farmon AQShning mintaqadagi siyosiy faolligini oshirib yuboradimi yoki bu faqat tadbirkor yoki investorlar uchun qulaylik yaratishmi? Endi avvalo O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlari bilan shu bir oylik viza preferensiyasidan oldin ham dunyoning juda ko'p mamlakatlar, jami 86 ta davlat o'zi, shular hammasiga bir xillariga bir hafta, bir xillariga mana bir oy, mana Xitoyga ham shu yilning boshida xuddi shunday imkoniyat yaratib bergan edi. Boshqa davlatlar bilan ham shunaqangi aksar hollarda endi zerkalni deydi. Bu mana Xitoy bilan ham ular bizga bir oy berdi, biz ham endi ularga bir oy berganmiz. Ko'p davlatlar bilan kelishuv shunday bo'lgan. Amerika Qo'shma Shtatlari buning siyosiy motivlari agar bor bo'lsa ham u birinchi darajali emas. Bu eng avvalo O'zbekiston uchun kerak. O'zbekiston uchun foyda bu. Mana O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishdagi eng katta segmentlaridan biri bu turizm, xalqaro turizm. Bizga shu O'zbekistonga boy davlatlardan boy xalq, boy turistlar kelishi kerak. Mana shu boy turistlar qancha ko'p kelsa, shuncha shu soha, shu sektor yaxshiroq rivojlanadi. Umuman post-industrial davlatlar eng rivojlangan, mana iqtisodiy industriya davridan o'tib bo'lgan Yaponiya, mana Fransiya, Germaniya, Janubiy Koreya, hatto mana shu Xitoyning o'zi ham, Amerikaning o'zi ham bu davlatlarda
mana shu xizmatlar, shu jumladan mana shu turistik xizmatlar ham iqtisodda juda salmoqli o'rinni egallaydi. Mana masalan Fransiya, masalan yoki Ispaniyaga o'xshagan davlatlarga bir yilda 50-60 million odam turist bo'lib boradi. Mana qardosh Turkiyaga ham 40 milliondan ortiq turist boradi. O'zbekiston bu yo'nalish bo'yicha Markaziy Osiyoda yaqqol lider. Biz mana shu qo'shni davlatlarni endi kamsitmagan holda ularga borayotgan turistik potoklar bilan bizga kelayotgan turistik potoklarni agar taroziga qo'yadigan bo'lsak, bizga mana 6,5 millionta turist kelgan. Bizni turistik industriyamiz qancha tez rivojlanishiga qaramasdan baribir zo'riqishga uchrab qolyapti, zo'riqishga. Chunki kelayotgan turistlar va O'zbekistonga qiziqish bildirayotganlar. Bu hammasi umuman olganda mana shu oxirgi 7-8 yil ichida davlat rahbarining yuritayotgan ochiqlik siyosati, shu 86 ta davlat bilan ham mana shunaqangi o'shaligi ikki tomonlama vizasiz rejimlar aynan shu siyosatning bevosita demak oqibati sifatida paydo bo'lyapti. Biz aytayotgan mana shu zo'riqishlar ham O'zbekistonning dunyoga ochilayotganligi. O'zi men har doim aytib kelaman, O'tkilbek. Oxirgi 50-60 yil ichida qaysi davlat iqtisodiy rivojlandi deb savol qo'yadigan bo'lsak, mana shu eshiklarni ochgan, ochiqlik siyosati olib borayotgan, dunyoning hamma davlatlari bilan iqtisodiy aloqalarni normallashtirgan, ularga mana o'shaligi eshigini ochib turistlarni qo'ygan, shu davlatlar rivojlandi. Mana liderlar, mana Singapur deymiz, Birlashgan Arab Amirligi, Dubay, bu davlatlar hammaga eshiklarni ochib qo'ygan. Mana shu yo'ldan biz ham hozir ketyapmiz, shu ochiqlik siyosati. O'zbekiston katta marralarni qo'yyapti bu sohada. Yana yaqin bir 5-6 yil ichida shu kelayotgan turistlarni karrasiga oshirish. Amerika esa dunyodagi eng boy xalq. Ularni fuqarolari bizga istiqbolda million turistlarni ta'minlab berishi mumkin. Bu har bir kelgan turist bir $400-500 tashlab ketgan taqdirda ham agar ular bir necha million bo'ladigan bo'lsa, bu bizni iqtisodimizga, shu sohadagi band bo'lgan aholiga, hammamizga yaxshi-ku bu. Shuning uchun vizani Amerikaga bir oyga ochish bu eng avvalo O'zbekiston manfaatlari uchun. Endi juda xohlar edikki, Amerika ham shunday javob bersa agarda. Ularga albatta ularga qiyin, ayniqsa hozir mana Tramp ma'muriyati yuritayotgan siyosatda, lekin balkim kelajakda agar mana shu ikki tomonlama aloqalar shunday rivojlanadigan bo'lsa, Amerikaning ham balkim eshigi O'zbekiston fuqarolariga ochilib qolishi mumkin. Shuhrat aka, mana shu kunlarda Samarqand shahrida o'sha UNESCO tashkilotining tarixiy 43-sessiyasi davom etmoqda. Keling shu xususda ham bir ozgina to'xtalib o'tsangiz, aynan mana shu UNESCOning o'sha 43-sessiyasi Parijdan tashqariga, ya'ni Samarqandda o'tkazilishi UNESCOning geosiyosiy va madaniy ahamiyati uchun qanchalik ahamiyatga ega mana shu narsa? UNESCO o'zining mana shunaqangi sayyor sammitlarini hali o'tkazmagan. U har doim o'zi Parijda bo'lar edi. Bu o'zining shu shtabida Parij shahrida bo'lar edi. Bu endi mana shu eng avvalo Yevropa liderlari, endi UNESCO asosan Yevropada joylashgan, o'zi ham mana Parijda joylashgan. Parijni Fransiyaning o'zining ham sho'ligi bir ta'siri bor deb hisoblayman. Bu ham mana shu biz yuqori ta'kidlagan ochiqlik siyosatining mahsuli. O'zbekiston eng avvalo ko'rsatadigan narsasi bor-ku. U UNESCO ko'rsatadigan joy bo'lmasa, ular qancha preferensiya, qanchaligi yalinsangiz ham, qancha iltimos qilsangiz ham kelmasdi. O'zbekiston dunyo madaniyati beshiklaridan biri. Dunyo tarixida bizning mana shu O'zbekistonimiz, bizning mana shu buyuk shaharlarimiz, shu Samarqand, Buxoro, Toshkentlar, ular yozib qo'yilgan. Bu dunyo biladi uni. Mana shu shaharlarning mavqei
dunyodagi eng qadimiy shaharlar bilan bir safda, o'sha Rimlar bilan bir safda va aynan mana shu madaniy, tarixiy madaniy qudratimiz ularni bizga chorladi. Va albatta endi bu yerda mana davlat rahbari, bizning hukumatimizning ham tashabbusini biz inkor qilmasligimiz kerak. Ularning shu haligi sa'y-harakatlari bilan yuz berdi va bundan men o'ylaymanki, mana shu haligi dunyo madaniyati va shu tashkilotning o'zi ham hech ham yutqizgani yo'q. Ustoz, nima deb o'ylaysiz? Mana shu 43-sessiya davomida qabul qilinayotgan qarorlar keyingi 5 yillikda O'zbekiston madaniy merosiga, umuman O'zbekiston siyosatiga qanday ijobiy tomonlar ko'rsatishi mumkin deb o'ylaysiz? Yo, endi bu eng avvalo O'zbekistonning global reklamasi. Bu PR degan so'zdan qo'rqmaslik kerak o'zi. PR degani bu umuman olganda bu butun boshli bir fan, Public relations. Albatta. Omma bilan muloqot. Dunyo bo'yicha bu O'zbekiston uchun juda manfaatli PR bo'ldi. Bu yana shu eng avvalo turistlar potogini yana ko'paytiradi, O'zbekistonni dunyoga tanitadi. Iqtisodiy va moliyaviy tahlilchi Max Johnsonning nufuzli The European jurnalida O'zbekiston haqidagi o'sha bank moliya sohasida erishgan yutuqlari haqida, ya'ni tahliliy maqolasi chiqdi yaqinda. Unda Johnson O'zbekiston iqtisodiyoti, xususan Jahon savdo tashkilotiga a'zolik haqida ham shaxsiy fikrlarini bildirgan. Keyingi yillarda bilamizki, o'sha yurtimiz o'sha Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish yo'lida jadal harakat olib bormoqda. Sizningcha istiqbolda biz ushbu tuzilmaga a'zo bo'lsak, bizni iqtisodiy taraqqiyotimizda qanday ijobiy o'zgarishlar kuzatiladi deb o'ylaysiz? A'zolik ham deyarli mana shu kelayotgan yilining o'rtalariga borib, demak, a'zolik masalasi hal bo'ladigan bo'ldi. Davlat rahbari shu iyun oyida to'liq masalalarni yechinglar deb topshiriq bergan edi. Menimcha sal oldinroq ham sal yechilyapti bu masala. Mana bizga nima beradi? Jahon savdo tashkilotiga O'zbekistonning a'zoligi nima beradi? Eng avvalo u bizning iqtisodiy hamkorlarimizning geografiyasini kengaytiradi. Mana bugungi kunda O'zbekiston, bugungi kunda demaylik, bundan masalan bir 4-5 yil oldin u bor yo'q bir 80 ta, 85 ta davlat bilan iqtisodiy hamkorlik qilayotgan bo'lsa, hali mana JSTga a'zo bo'lmasdan turib, yaqinda sizlar ham o'qigan bo'lsanglar kerak, O'zbekiston 200 dan ortiq davlatlar bilan bugungi kunda iqtisodiy hamkorlik qilyapti va demak hamkorlik qilyapti va katta qismini iqtisodiy hamkorlik qilyapti degan mana info chiqdi. Qancha bizni hamkor davlatlarimiz qancha ko'p bo'lsa O'zbekiston bilan, bu eng avvalo ikki tomonlama ham u partnyor tomonga ham O'zbekiston tomonga yaxshi. Geografiya qancha ko'p kengaysa, bizning shu tadbirkorlarimiz o'zlarining tovar va xizmatlarini shuncha ko'proq sota oladi. Va eng muhimi bu yerda bizni xalqimiz ham yutadi. Mana biz iste'molchimiz-ku hammamiz. Xalq bu iste'molchi. Iste'molchining demak stolida oddiy shu oziq-ovqatdan tortib maishiy tovarlargacha biz shu konkurentli, sifati balandroq bo'lgan va ular ko'p bo'lganligi uchun arzon bo'lgan tovar va xizmatlarga ega chiqamiz. Mana yana bir necha oydan keyin O'zbekiston mana shu katta yirik tashkilotning a'zosi bo'ladi. Dunyoning eng asosiy iqtisodiy tashkiloti shu o'zi. Va bizga ham shu nizom, Jahon savdo tashkilotining nizomi doirasida biz ham o'zimiz bozorimizni ochamiz, ham ular bizga o'zlarining bozorlarini ochadi. Erkin savdo qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, shu eng avvalo asosiy yutuqni bu yerda iste'molchi ko'radi, iste'molchi. Oddiy fuqarolar ko'radi. Shuhrat aka, qisqa lekin mazmunli suhbat uchun tashakkur. Sizni yana keyingi podkast loyihalarimizda ham kutib qolamiz. O'ylaymizki, AQSh Markaziy Osiyo munosabatlari, UNESCO va podkast oxirida suhbatlashganimiz Jahon savdo tashkiloti haqida
kerakli ma'lumotlar gaplashildi. Hurmatli yurtdoshlar, shuning bilan bizning Dunyoga nazar plus ilk podkast loyihamiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana keyingi loyihalarimizda, keyingi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.